Bilasanmi, professional futbolda juda yosh debyut qilgan 5 nafar futbolchi bor. 5-o'rin Pedri. 2019-yilda 16 yoshida u Las Palmas bilan birinchi professional shartnoma imzolagan. La Ligada debyut qilib, ilk golini ham urgan. Bugun esa u Barselona va Ispaniya terma jamoasining asosiy o'yinchisi. 4-o'rin Martin Ødegaard. 2014-yilda atigi 15 yoshida u Norvegiya chempionatida Strømsgodset safida debyut qildi. Hozirda esa u Arsenal sardori va Norvegiya termasi yetakchisi. 3-o'rin Lamine Yamal. 15 yoshida 2023-yil aprelida Barselona safida Betisga qarshi debyut qildi va klub tarixidagi eng yosh o'yinchiga aylandi. 2-o'rin Francesco Camarda. Uning yoshi 14 edi. 2023-yil noyabrida Milan safida Serie A'da debyut qildi. 1-o'rinda esa haqiqiy rekordchi. Bu bola professional futbolda atigi 12 yoshida debyut qilgan. Ha, to'g'ri eshitding. U hali bola bo'lsa ham kattalarga qarshi o'ynagan. Sen bilasanmi bu kim? Kommentariyda ismini yoz.